Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qadrli do'stlar, qardoshlar, Alloh taolo salom, rahmati va barakati har biringizga erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning dunyo ko'lam bo'lgan pandemiya shir taralуы ko'pgina qardoshlarimizni ko'ngillarini tushira. Albatta, imonda hamda imonsiz bo'lgan kishilarga da ul ta'sir etadi. Chunki bir yoqdan imonsizlar, ya'ni Allohni qabul etmaganlar, Allohning o'zlarining so'rovlari kelib chiqa. Musulmonlarning qo'ysa Allohga ishonalar, ularning Allohga qarata so'rovlari kelib chiqa. Ni sababdan? Chunki shu shir taralуы vaqtida kishilar masjidlardan, ibodatlardan, hoj amallaridan üzüleler. Bizning ko'ngillarimiz jamoat bilan hamda shu jamoatga chaqiradigan bor o'zining maxsus ibodatlari, juma namozi, ikki g'ayit namozi. Bizning 5 vaqt namozlarimiz masjidlarimizda. Qo'shin biz birgalab masjidlarga kelib, jilka-jilkaga bosib Allohga ibodat qilamiz. Hamda shu vaqtda biz bir-birimiz orabizda aralashamiz. Bir-bizlari ko'rishamiz hamda bu vaqtda kishi o'zining ishindagi bo'lgan talablarini, aralashuv talablarini qanoatlantiradi. Albatta, u yoqdan bizning islom dinimizda bu masalada shariatga solingan. Hamda shu bizning aralashuvimizning eng zo'r bir ulushi ul umra, ya'ni kishi hoj, qo'shan biz Makka, Madina yillarına boramiz, bizning turli dunyodagi bo'lgan musulmonlarni ko'rishamiz. Hamda ibodat qilamiz birgalab Ka'batulloh qarshısında. Hamda hoj amali. Qo'shan G'arafa tog'larida, Mina jinliklarida bir kiyimdan, bir sifatdan labbayk Allohumma labbayk deb takbirlarimizni hamda talbiyalarimizni aytib hoj amallarini qilamiz. Hamda nihoyat 2-yil bizning Rossiya xalqi hamda umuman dunyo xalqi shu ezgi ishlardan uzildi. Muarxatlik bu masala bo'lgan ilmi. Tarixchilar aytalar, 40 dan ortiq sabab bo'yicha hoj amali uzilib turdi. Yoki sug'ushlar, yoki shirlar masalasida. Masalan, sug'ush yog'idan qaraganda 865-yilda o'z vaqtida Ismoil ibn Yusuf o'z vaqtida G'arafa tog'ida bo'lgan hojjilarga hujum yasay. Qaysi vaqtdan qo'shan Abbasiylar Banu Umayyaning xalifatligiga endi tarmar ketirgan vaqtda, ya'ni o'z aytlik g'arablar hamda xalifat ishindagi sug'ush sababida shu hojilarga hujum yasala hamda shu jinoyat sababidan hoj to'xtala. Shular 930-yilda sug'ush sababida qo'shan Qaramita firqasi Makkaga hujum yasay. Ni sababdan? Imishdir hojilar Allohga tengdash keltirarlar. Allohga bir ravishda Ka'batullahga ibodat qilalar deb, ularni mushriklar deb ularga hujum yasaylar hamda Zamzam suvi quyusuna hojilarning jasadlarini endi tutiralar. Shu xatlik zo'r jinoyatlar ishlaylar hamda Ka'batullahning qora toshini urlab ketarlar. Shu sababdan 10 yilga yaqin shu qora tosh bo'lmay Ka'batullahning eshigi urlavi sababida hoj to'xtalib olana. Hamda Abbasiylar anlari so'ng qaytaralar qora toshni hamda hoj yangidan boshlanib ketadi. Aytaylik 967-yilda, 983-yilda, 901-yillarda shir sababidan, epidemiya, chuma taralуы sababidan hojlar to'xtalib turadi. So'nggi endi epidemiyalar bo'lavi 1865, 1883-yillarda hamda shu chuma sababida, vaba sababida bir yilga g'ana tugil, 3-4 yilga da hoj amali to'xtalib turgan. Ni sababdan? Chunki hojning bir sharti bor, yo'llar ochiq bo'lar deyish hamda hojni o'targa hojilarga borib qaytarga hamda kiri qaytarga o'targa ul tinchlik va eminlik bo'larga tegish deb bir shart qo'yila. Shu sababdan
хажның шушы иминлек шарты үтәлмәгәч, хаж тукталган була. Бу ни сәбәптән әйтәм, кадерле җәмәгать, безнең заманага гына ул туры килмәгән, алдагы булган мөселманнар кардәшләребезнең, безнең бабаларыбызның дәвренә дә ул туры килгән. Һәм дә без дә иншаллаһу тааля бу дәврләрне кичерербез. Хәтта иншаллаһу тааля Аллаһ һәрберебезгә исән гомерлек бирсен. Киләчәк хаҗларыбыз ачылып киткәч, безнең сөенешебез шушы гомрәләргә, үтәләчәк хаҗларга үсеп кенә китәчәк һәм дә аның кыйммәтләре без иншаллаһ күрербез.